Assalomu alaykum, men Abdumalik ismim. Birinchi maktabda o'qiyman. 17 yoshman va sensorikada 2020-yilda birinchi marta kelganman. Maktabda reklama qilib kelganlar. 2 haftalik bepul ta'lim deb, probniyda. Kelganman, o'qiganman, o'zi uncha bilmasdim ITni. O'zi ITga kelish niyatim bor edi. O'quv markazi qidirib yurardim. Sensorika IT o'quv markazi hamma maqtadi. Kelib o'qidim, yoqdi. Tanish-bilishlardan eshitganman sensorika IT o'quv markazi haqida, shunday qiziqib kelganman. Shu birinchi marta kelganimdan do'stlarim borgandi, sensorika do'stlarim maslahat bergan. Bir reklama qilib maslahat bergan, keyin do'stlarim bilan kelganman. Shu birinchi marta 2020-yil kichkina paytim. Keyinchalik qiziqib ketganman. Uncha oldin bilmagandim. Qiziqqanman. Shu Telegram botlar, veb-saytlar qanday yaratilishini, o'zim yaratishni qiziqib xohlaganman. Texnologiya, yangi bir kompyuterlar bilan texnologiya markazi uzildim, bir o'quv markaz. Hech qayerda topolmay topib keldim-da shu yoqqa. Asoschi endi shu faqat programma qiladi deb o'ylaganman. Telegram botlar ham o'zi nimaligini bilmasdim. Kompyuter savodxonligidan boshlaganman. Bir oy tezkor kursda o'qiganman, keyin Python kursini boshlaganman 6 oylik. Ancha o'rgandim, o'zi hamma narsasini bilaman desam bo'ladi. Kompyuterdagi. Faqat maktab bilimlari bilan yurdim. IT sohasiga umuman kirib kelmagandim. IT sohasiga kompyuter savodxonligini bitirgandan keyin qiziqish paydo bo'lgan. Boshida qiziqish bo'lmagan, keyin bilganman. Hamma kurslarni o'qib chiqib, freelansda qiziqib, freelansga o'tib ketdim. Freelans ishlashni boshladim. Quarkda o'tib. Ko'p joyda, ko'p o'quv markazlarida kompyuterlarning o'zi yo'q. Kompyuterlar ham juda eski emas, zamonaviy hammasi. Eng yaxshi xarakteristikada ishlash oson, maza qilib ishlasangiz bo'ladi-da. Lekin xohlagan vaqtingiz kelib uyga olsalar qilsangiz bo'ladi. O'qituvchilarni ko'proq oson usulda tushuntiriladi, ko'p mavzular, shuning uchun ko'proq yoqadi va texnologiyalar ham IT o'quv markazida ancha yaxshiroq. O'qituvchilarim yoqadi. O'qituvchilarim yaxshi o'tadi darsni. Eng yoqadigan bunyod. Eng yoqadigan legendarniy ustozim Bunyod ustoz. Bunyod ustoz metodikasi ko'proq yoqadi va ilhomlantirgan esa Bunyod ustozim. Praktika. Shu hammasidan ko'ra eng shu yerda o'tirib faqat teoriyani o'qimay, hamma o'qigan narsamizni praktikada o'tirib, kompyuterda o'tirib qilib, zadaniyalar qilib, saytlar qilamiz, botlar qilamiz, faqat o'rganmaydi, o'shalarni qilib, zakazlarni ham qilishimiz mumkin. Bu narsani praktikaga o'tamiz biz ham. Quarkdan zakazlar tushib turadi va Quarkdan zakazlarni bajarib, freelans pul topib turibman. freelansda Quark platformasida ishlayman. Freelansda shu birinchi marta 2020-yilda birinchi marta kelgandim. Bir oyda srazu birinchi marta kelib o'rganib ketdim. Quark. Shu Quark o'rganib ketgandan keyin srazu yoqqan. Shunaqa narsa izlaganman-da mana. Freelans bu odamlarga kerak sayt kerak bo'lib qolsa, Telegram bot kerak bo'lsa, onlayn odam shunaqa programmistlarni izlab topib berishga platforma. Shu odamga sayt kerak bo'lib qolsa, Quarkga kirib o'zi объявление qiladi, shu sayt kerak deb. Kerakli programmistlar, shu sensorikada o'qigan odamlar Quarkda kirib, shu zakazlarni olib, saytlarni qilib beradi. Freelancingda bir marta Quarkda qilganman. Quarkda shu e'lon yozganman, Telegram bot, yana boshqa PowerPoint yoki Excel qilib yozganman. Bitta zakaz tushgan, boshqa freelancing qolganlari bundan tushgan. O'zim qidirganman Telegramda. Tanishlarni startup qilayotgan odamlarni topganman Telegram bot bo'yicha. Startup qilayotganlar ashdan shu muzika bot, kino qidirib beradigan bot. Shunaqa botlarni taxlab berganman. Navoiy shahridagi Beruniy davlat xususiy sherikchilik maktabining veb-saytini taxlab berdim. Hozirda u serverda, ya'ni internetda ishlab turibdi. O'rtacha bitta zakazni bir haftada yapsangiz, bu normal edi. Birinchi daromad yaxshi bo'lgan, xursand bo'lganman. Bunchalik ko'p pul bo'lmagan, lekin xursand bo'lganman. Sir bo'lib qolsin, o'zim yetadi. Shu birinchi million to'laysiz qilib. Birinchi daromad video montaj qilganman. 500 rubl bo'lgan birinchisi. Hozir 15,000 rubl ishlangan. Shu sredniy $800-900 bo'ladi. Freelans qilib yurgan bilishadi va keyin pul topgan aytganimda duo qilib xursand bo'ladi. Они сначала тоже не верили первое время, когда денег не было. Не верили в это, думали, это чушь. Просто пришли, чтобы я тут обучился IT и пошел по профессии в государственную работу. О фрилансе даже не думали. Потом, когда вот первые деньги, первые заказы, первые $100 начали появляться, вот тогда они уже удивлялись, начали верить и поддерживать начали. Уже верят. JavaScriptda ancha qiynalganman, lekin baribir zerikarli emasda, juda qiziqarli. Hammasi qiziqarli bo'lgani uchun oxirigacha o'qiganman-da. Lekin zerikish yoki tashlab qo'yish bo'lgan, ozgina endi muazzilay tushunmagan joyimda o'shanda ham kelib turib so'rab, yana qaytib o'taverganlar.
O'qish jarayonida faqat inogda bo'ladi, qiyin temalar bo'lgan payti qisqa tushunarsizlik bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi, o'qimayman degan paytlaringmi? Yo'q, unaqasi bo'lgan lekin. So'zlarim tushunmay qolganlarimga yordam berib o'rgatishganlar. Baribir hammashda qiyinchilik bo'ladi o'ziga yarasha. Uyda o'tirib ishlanadi birinchilikdan, ikkinchilikdan hech qanaqa minus tomonlarni shu paytgacha ko'rganim yo'q. O'tirgan joydan pul topsa bo'ladi. Xohlagan vaqtingiz mijoz bilan o'z vaqt belgilaysiz, narx belgilaysiz. Bunyod ustozim yordam berib turadi zakazlar qilish uchun. Qilolmaydigan joylarimni Bunyod aka yordam berib turadi-da. Birinchi zakazimda qiziqarli voqealar bo'lgan. Bir-birimiz tushunmaganimiz qanaydir tushunmay qolganmiz, keyin служба поддержка bilan hal qilingan. Самая первая трудность для любого новичка – это найти первые заказы, найти первых клиентов. Это самое, наверное, проблемное, что было для новичка, вот в первую очередь. Вот как только вот первые 2-3 клиента уже найдутся, вот тогда уже все пойдет очень легко. Бывают сложности именно с определенным заказом, когда вот появляется заказ очень сложный, прям капец сложный, и не получается его сделать, и приходится искать партнеров, помощников, как вот учителей в сенсорике, например. Еще бывает, когда ты с клиентом просто не можешь найти общий язык. Например, бывает такое, что человек просто не может объяснить, у него нет примера, и ты не понимаешь, что делать, и приходится отменять заказ, и это влияет на статистику. IT sohasi qiz bolalarga ham juda ham to'g'ri keladi, chunki vaqtlar bo'ladi bir xil payti, misol uchun turmush o'rtog'i qo'ymaslik mumkin, boshqa narsa bo'lmasligi mumkin ishlashga. Ular uydan chiqmasdan ishlaydi. Og'ir mehnat emas, oson. Вообще, я когда в интернете смотрел Instagram, Reels, вот смотрите, там программисты бывают, которые из дома сидят, работают, миллионы зарабатывают, вот эти вот Instagram-программисты, которые вот они капец меня замотивировали. И вот я сюда пришел, увидел, что тут тоже такие, оказывается, есть. Вот тот же пример, мой учитель Буньот, тоже человек, который капец умный, зарабатывает и тут, и онлайн, и как бы и заказ берет, мотивировался, и... Знаешь, это реально, да? Это реальность, да. Не только Instagram-обложка, но и реальность здесь бывает, на сенсорике. Backend developer bo'lmoqchiman. Dasturchida eng bunday kuchlisi. Keyingi maqsadlar Quark platformasida yoki boshqa platformada uyda chiqmasdan ishlash, постоянно работа, постоянно основаниeni topish ko'proq. Oxirigacha o'qinglar, zo'r bo'ladi, rezultat ancha yaxshi bo'ladi sizlar kutganlaringiz. Хочу стать крупным разработчиком какого-нибудь крупного приложения по типу Facebook, Telegram. Хочу создать свое приложение, да, которое по всему миру распространится, стать известным на весь мир, как бы именно как разработчик.